metan, propan o'rnatamiz aksiyalarni. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi ish kunimiz ham o'tmoqda. Mashinalarimiz changan mashinasiga propan yechib olib, metan qo'yib beryapmiz. Bu changanga ham xuddi shunday. Gentra mashinamizga propan qo'yib berdik. 47 dan tabletka bo'lon, oldi zapchaslari. Polsha italyan zapchaslar qo'yganmiz. X3 ham xuddi shunday. İtalyanskiy fabrika, İtalyanskiy reduktor, Polsha miya 2.8 ga aksiya narxida stanovka qo'yapmiz. Spark mashinamizga ham propan o'rnatib beramiz. Cobalt mashinamizga metan, propan yechib metan qo'yib beryapmiz. Balonlarimiz changan mashinamizga 65 talik propan yechyapmiz. O'rniga ikkita 65 talik metan joylab beryapmiz. Damas mashinamizga metan, Cobaltga ham metan. Oldi qismi stanovka jarayon ketmoqda. Reduktorlarimiz Lido reduktor 2.400.000 dan aksiya narxda qo'yib beryapmiz. Lido reduktorimiz 4 kulchatir, salonda nechta gaz qolganini ko'rsatib turadigan kulchatirni mana bonusga qo'yib beryapmiz. Yangi yilgacha 2.400 dan aksiya narxi qo'yib beramiz. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, qasddan olmay qoldiramiz. Men mana boshlayman.